Salom do'stlar, bugun sizlar bilan gamer ekdim. Do'stlar, bugun sizlar bilan Minecraft o'ynaymiz va zo'r video olamiz. Qani unda ketdik. Do'stlar, sizlarga juda yomon xabarim bor. Hozir men sizlarga uni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Do'stlar, men ko'chaga chiqa olmayman. Men kecha kechqurun uxlagan edim. Birdaniga ertalab turib qarasam, hamma yer zombi bosgan. Hozir men sizga buni ko'chaga chiqa olmayman. Afsuski, men sizga lekin kameralar orqali ko'rsatishim mumkin. Mana do'stlar, zombilar qani? Hozir do'stlar keyingisiga o'tkazamiz. Haylo do'stlar, bittasi ko'rinyapti. Mana do'stlar. Ifloslar. Yana keyingisi do'stlar, mana do'stlar hammasi. Uyimizga daraxtlar qo'ygan. Voy, qayerda bu? Uyimizni daraxtlar bosib ketgan do'stlar. Shuning uchun men sizga yaxshi ko'rsata olmadim. Do'stlar, juda yomon achinarli holda o'ynaymiz. Lekin do'stlar, men bu nima bo'ldi menga? Lekin do'stlar, men sizga yangiligim bor. Shunday bo'lsa ham, men bularga qarshi kurashish uchun men bugun ertalabdan chiqib, ana avtomatlar, hamma narsalar to'plab qo'ydim. O'qlar, avtomatlar, pulemyot, bomba, hamma narsa. Va bu yerda ovqat. Bu yerda esa kiyimlar, kim qancha. Sundukda. Mana kiyimlar. Do'stlar, eng qizig'ini ko'rsataymi sizlarga? Ana meni boyliklarim. Bu yerda xolodilnik. Men do'stlar aytganimdek shu narsa bo'ldi. Keyin men zerikmaslik uchun doskada qanday video olishni o'ylab o'tirgan edim. Keyin nima bo'layotganini sizlarga ham ko'rsatishni xohladim. Mana do'stlar. Nima uchun uchmayapti bu uch? Ana. Men do'stlar xotirjamgina montaj qilib o'tirgan edim. Keyin birdaniga shu narsa esimga keldi meni. Sizlarga ham ulashsammikan deb notebookni yopib qo'y. Do'stlar, men zerikmaslik uchun mana men mashq qilishim uchun bu yerda ham chopaman. Chopib oynaga qarayman. Ana o yerda kansaner, mening bo'yim yetmaydi. Mana kofe mashinasi. Bu nimadi? Bu non. Mana do'stlar. Non. Shtiq. Mana kesdik. Hozircha mening qornim to'q. Mana bu yerga qo'yamiz nonlarni. Shunaqa gaplar do'stlar. Ana hozir oqshom bo'lganmi? Yo'qmi? Nima uchun uxlamayapti bu? Tushayaptimi zombilar? Voho, ko'p ekan. Do'stlar, bugun ham uxlamas ekanmiz. Zombilar borligi uchun. 2 kundan beri uxlay olmayapman. Mayli, televizor ko'ramiz. Do'stlar, meni bitta o'zim yashaganim uchun diyona bo'lib qolishimga qitib qoldi. Shu yaxshi ham televizor bor menda. Televizorda ham zombilar haqida. Ofga chiqamizmi do'stlar? Of qilamizmi zombilarni? Men hozir tungi achkini to'qamiz. Pulemyotni olamiz. O'qini ham olamiz. Achkini to'qamiz hozir do'stlar. Ana do'stlar. Tong otibdi-ku. Mayli do'stlar. Men qanday chiqsam ekan o'ylayapman. Qalqonim bormi meni? Olamiz. Yo'q, bosh kiyimni ola olmaymiz. Kiyimlarni olamiz. Do'stlar, xavfsizligimni o'ylab
qilichni ham olamiz, chunki avtomatimni tugab qolishi mumkin. Voy, qanday chiqsam ekan a? Qani ketdik. Chiqdik. Vo, ko'pligini. Voy, men qilichni olmabman-ku. O'lyapman. Otamiz. Ot. Otmayapti do'stlar, negadir. Hozir do'stlar, men buni to'g'rilayman. Mana do'stlar, amallab uyga kirib bo'ldim. Voy amaslar. Sal qolsa meni o'ldiray deydi-ya. O'qimni ol. Men qilichni joyiga yaramasini joyiga qo'yamiz, qilichni olamiz. Nega? Pulemotim qani meni? Mana ekan-ku. Do'stlar, men plan qilyapman, lekin u planim o'xshaydimi, yo'qmi bilmayman. Mana bu yerni qozib chiqib ketmoqchiman. Meni kim qamagan do'stlar? Ana u yerda men bo'yna zombilarni chiqatib turadigan naqasini ko'rgan edim. Nima bo'ladi bilmayman ismini, lekin zombilar chiqib to'xtaganini ko'rgan, ko'payib yotgan edi. O'shani men nima qilib bo'lsa ham sindirishim kerak. Va men mana bu yerni qozib qochib ketaman keyin. Qani do'stlar, ikkinchi marta qani? Voy, kelmadi kechasi, o'sbet qilmadi kecha. Qilichimni olamiz, chiqqanda avval qilich bilan. Kel iflos. Kel, bitta kelanmang. Kelanmang. Kel zombi bachcha. Bu yoqqa kel. Qayerdan ko'payapsan sen? Do'stlar, tez chiqib olishim kerak. Voy, ko'payib ketdi bular. Bularga sovg'am bor. Lekin men agar bomba tashlamoqchiman, bomba tashlasam, o'zimni o'yim ham portlab ketadi-ku. Keyin hamma yerni zombi bosadi. Yon qolibdi bu uchovini. Nima qilay, do'stlar, nima qilay? Quyoshdan o'ladi, o'zidan o'zi o'ladi. Men kutaman desam o'lmayapti, chunki daraxtlar ko'p. Yumalab qani o'ylayman. Uyqum keldi. Keyinroq hal qilaman. Oqshom ham uxlamagan edim. Ana do'stlar. Do'stlar, men tishimda bilasizlarmi nima ko'rdim? Tishimda men bu hamma zombilarni portlatib, o'zim chiqib ketgan ekanim. Lekin bu yer menimcha devorlari bedroq edi, bo'yna. Adashmasam, qani? Bir ko'raylikchi kameradan. Yo'q, bu yer emas. Mana do'stlar, buni qanday portlatib sindirish mumkin? Hey, Jitel! Help me, inglizcha tushunadimi o'zi? Help me, Jitel! Eshitmayapti meni. Nima qilamiz, do'stlar, nima qilamiz? Bo'lmaydi do'stlar. Shuni chiqamiz. Kelanmang. Hozir do'stlar. Kel. Qilmoqchi bu? Jonimni yedi meni yolg'on qalqonimda. Do'stlar, bu hammom edi, suv zombilarning dastidan suv kelmayapti. Vanna edi, ya'ni dush ham bor. Kelanmang, otamiz. Ot! Ana
do'stlar. Qutisidan qutuldim. Voh, hali ko'p ekan. Qoch. Qoch bu yerdan. O'tir. Sen qayerdan kelding? Do'stlar kamaydimi? Kamaydimi? Yo'q. Yana keldi. Qoch. Ulaman o'zi. Qoch. Vo, ana do'stlar. O, sindi. Voy. Do'stlar hech bo'lmasa bittasini bo'lsa ham. Do'stlar bittasini yo'qmi zombi? Yaxshi, bittasini sindirdik. Qolmadimi zombilar? Men yutdim. Voy, yana. Voy, qoch. Zaharladi meni. Men yutdim do'stlar. Quyoshda o'lgan ekan bular. Yaxshi, men yutdim. Sen bitta. Sen qoldingmi bu yerda? Men yutdim do'stlar. Quyoshda halok bo'libdi hammasi. Endi xotirjamgina uyga kelib mana bularni sindiramiz va uyga kelib uxlasak bo'ladi xotirjamgina. Yo'q bu yerda. Men yutdim, nishonlaymiz uni. Yana qaydan keldi bu? Mayli, sen yasha. Mayli, men bitta o'zim ziyofga qolaman-ku bu yerda sen bilan. Ana do'stlar, men yutdim. Voy do'stlar, juda qiyin bo'ldi. Endi uxlasam bo'ladi. Do'stlar, xotirjamgina uxladimmi? Voy, bular nima? Chuchqali zombimi bu? Bular nima? Qani? Yo'q, bunisida emas. Ot, zombi bo'lgan ot qayerdan keldi? Mana do'stlar, zombi. Mana do'stlar, voy ko'pligini juda ham ko'payib ketibdi-ku do'stlar. Men bularni qanday o'ldiraman endi? Bu chuchqa zombilar kelgan-ku. Ularni o'ldirish juda ham qiyin bo'ladi. Voy do'stlar. Mayli, qani harakat qilayinchi. Keliflos. Lekin men do'stlar uydan chiqmayman, chunki uydan chiqishim bilanoq meni ana zombilar o'ldirib tashlaydi. Mana. What? Voy, voy, o'ldim. O'ldim do'stlar, nima qilamiz endi? Kiyimlarim ham o'sha yerda qoldi. Do'stlar, nima qilamiz endi? Menda shit bor. Ana pulemotim ham yo'q. Lekin AKMim bor. AKMda ish qilsa bo'ladi. Bombani ol.
Do'stlar, men o'zimni qiynamog'im kelmayapti. Bularni o'ldirish juda qiyin. Men mana bu yerda do'stlar. Voy, svetim sindi. Mayli, hech nima emas. Men mana bu yerda do'stlar sizlarga aytmagan holda ana do'stlar, o'zim bilganda nima qilishimni. Lekin meni ikki akam u yerda qoldi-ki, yo'qni qanday sindiraman. Do'stlar, men chiqmasam bo'lmaydi, do'stlar. Chiqqanimdan keyin uni qanday olaman? Qilichim ham yo'q. Akayimda ota olamanmi ularni? Kechasi tushdi ularni foydasiga. Asta-sekinlik chiqib, ot. Eshikni och. Ot. Eshikni och, mayli kelsin. Ot. Yana o'ldim do'stlar. Uyimni zombi bosdi. Ko'pligini nima qilaman endi do'stlar? Qanday yo'q qilaman bularni? Ishma qilmaymiz. Men sizlarga tegmayman. Sizlar ham menga tegmanglar. Men sizlarga tegmayman, sizlarga tegmayman. Hozir do'stlar, bo'lmaydi. Endi hozircha yaxshi plan bor. Men senga tegmayman, tegma menga. Menga tegma. Eshikni ochamiz, chiqadi. Chiq. Chiq. Yaxshi ekan, tegmas ekan bu cho'chqa zombilar. Chiq. Biz yetadi. Qolganini o'zim otaman. Chiq. Voy kecha bilmadim. Bilganim emas. Bilmadim. O'ldim do'stlar. Do'stlar, men bilganim emas-da. Qayerdan bildim men bularni? Nima qilamiz endi do'stlar? Bularni qanday o'ldiramiz? O'ylaymiz, o'yla gamer xm, o'yla gamer xm. Chiqatamiz do'stlar, va o'sha yerni qozib o'zimiz chiqamiz. Toshlarni ham sindirsak bo'ladi. Qalqonimni joni kam qoldi. Chiq, qoch men eshikni ochay, chiq. Chop chiq. Necha kishi qoldi bu yerda? 2 kishi, ha? Men kuchim yetadi 2 kishiga. Ana do'stlar. Qilich tushmadimi o'zi? Qilich tushdimi debman. Keyin do'stlar, mana do'stlar qilich. Ana do'stlar qilich. Sundurga qo'y. Qolibdi-ku bu yerda bitta o'zi buni. O'ldiramiz, bu ishmi emas, chepuxa u. Yo'q, bizga kerakli narsalarni sundukka. Bu va bu. Kel ishlos. Do'stlar, endi mana bu yerni qozamiz. Mana bu yer bo'shga o'xshaydi. Yapotgan ol.
bu yerga. Mana shu bilan qozamiz. Ikkita blok pastdan qozamiz. Tegi yana tosh ekan-ku. Do'stlar, vaqtimiz ko'p ketadi. Chuchqa zombilarga tegmasak bo'ldi, ular ham bizga tegmaydi menimcha. Shundaymi kelchi? Mana. Men senga tegmayman, qoch. 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 Yaxshi, yuvosh. Qana meni. Qayoqda o'ldim men boyna? Qochinglar, eshik ochay. Nima bo'ldi? O'laman o'zi yana. O'ldim. Do'stlar. Bu chuchqa zombilar yomon chiqdi. Men уже ko'p marotaba o'ldim. Lekin hozir endi o'lmayman. Men bularni yutaman, yutmasam qo'ymayman. Hozir men ana shu yerdan qochganimdan keyin men bomba otaman. Chiqib olsam edi shu yerdan. Tantimni olamiz. Do'stlar, men kiyimim shu yerda. Qalqonim shu yerda. Qilichim shu yerda. Voy. Men toshni chopadiganim qani? Chiq. Mana do'stlar, mana. Mana buraya. Bu ikkita zombilarni o'yimga kiritib o'ldirib borishim kerak. Shunday do'stlar. Kelly Floss. Voy, buncha ko'p bu. O'to. Mana do'stlar, amallab oldim. Tosh sindirgichni oldim amallab. Ana endi men qochsam bo'ladi. Do'stlar, men yana 3 marta o'ldim undan keyin. 3 marta. Hech nima bilinmayapti-ku menga. Yo'q emas. Mana bu yerda yop. Va mana bu yerni och. Ana do'stlar. Va nihoyat do'stlar, men chiqdim. Men bu yerga mana bunday qilib poyez yo'li qilib qo'yaman, chunki siz bilasizlar do'stlar nima uchun bunday qilayotganimni.
poyez yo'lidan chiqish osonda, juda tez chiqamiz poyez yo'lidan. Shuning uchun shunday qilamiz. Mana do'stlar. Bunday va mana bunday. Yetadimi ish qilib? Yo'q qilaman men hozir bu yoqni. Men shuncha qiynalganlar barchasini nuqta qo'yaman menga. Ishlamdor bu yoqdan. Qolganini hech nima kerak emas. Hamma bombani ol. Bombalarni ol. Cho'chqalarga tegmaymiz. Cho'chqalarga tegmaymiz. Cho'chqalarga tegmaymiz. Yana ko'payishdi bular. Voy, o'laman hozir. Yana o'ldim, do'stlar. Yo'q. Buncha azobli. Yo'q, do'stlar. Yana o'ldim. Mana do'stlar, qaranglar. Hozir men kiyimimni kiyib olaman. Mana o'lgan yerimdan narsalarni olaman eshikda. Shunda narsalarni olaman va qochdim. Chiqayin, to'xtanglar, chiqay. Chiqayman, to'xtanglar, chiqay. To'xtanglar, cho'chqalar, chiqay. To'xtanglar. Yana o'ldim. Voy do'stlar, kechirasizlar, videoga olish esimdan chiqibdi. Men videomda olyapman deb o'ylabman. O'sha bo'yoqlarni portlatib tashladim. Men do'stlar narsalarni oldim. Uyimni ichkaridan portlatdim. Mana bu bilan, mana bu yordamida va o'zim ana unga minib chiqdim. Hozir do'stlar yana men zombilarni o'ldiryapman bu yerda. Nima uchun chiqmayapti hozir do'stlar? Meni shuncha qiynadi. Men shu o'yinda do'stlar necha marta o'lganimni kommentariyada yozib qoldiring. Yoqqa kel, qatga kelmoqchisan. Ibi? Qochay. O'ldiradi hozir mana. Mana do'stlar, hozir sizlarga hamma yo'llarni ko'rsatib chiqamiz. O'lam menga o'lim. Uyim ham kerak emas menga. Cho'chqalar. Meni eng ko'p o'ldirgan shu. Do'stlar, agarda bundanda zo'r videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, mening kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, men sizga aytganimdek 300 ta obunachidan keyin bunker va uy quramizni ikkinchi qismini olamiz. U qismda uyning ikkinchi etajini ham yasaymiz. Mustahkam qilib, va ana portlovchi o'zi ham keldi. Ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Tezroq 300 ta like bo'lishimiz kerak. Do'stlar, biz mikserdan o'tib ketishimiz kerak. Mikserning obunachisi уже ko'payib ketdi. Hali meniki ko'paymadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Hayo do'stlar. Aqlincha bomba. Qana nima ahvolga keldi bu yoq? Hali ham bular yashayapti. O'lmas it ekan ular. Hayo do'stlar, men uzoqlarga qochib ketaman. Xayr do'stlar, sizlar bilan GamerXM bo'ldi. Kanalga like bosib, obuna bo'lishni esingizdan, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Xayr do'stlar. Obuna bo'lmagan kal